Qonunchiligimizda belgilab qo'yilganidek, har bir ota-ona farzandlari voyaga yetguniga qadar ularning ta'lim tarbiyasi hamda moddiy ta'minoti uchun mas'uldir. Afsuski, oramizda o'zining ana shu burchini unutib qo'yayotganlar ham yo'q emas. Bunday shaxslarga nisbatan qonunchiligimizda belgilangan tartibda chora ko'rilmoqda. Jumladan, kuni kecha yana bir qarzdordan 2 nafar farzand uchun aliment pullari undirildi. Aliment voyaga yetmagan farzandlarni ta'minlash uchun to'lanadigan mablag' bo'lib, bu ularning qonuniy huquqi hisoblanadi. Biroq ayrim holatlarda aliment to'lashdan bo'yin tovlayotganlar ham uchramoqda. Jumladan, Denov tumanida yashovchi fuqaro 2 nafar voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lash majburiyatini bajarmasdan uzoq vaqt davomida qarzdor bo'lib kelgan. Majburiy ijro byurosi Denov tuman bo'limi davlat ijrochilari tomonidan ko'rilgan choralar natijasida unga nisbatan avval ma'muriy javobgarlik qo'llanilib, sud qaroriga asosan 15 sutkalik qamoq jazosi berilgan edi. Shunga qaramasdan u aliment to'lashdan qasddan bo'yin tovlashni davom ettirgani sababli keyinchalik unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Byuroning viloyat boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida qarzdor otadan bolalarining haqqi bo'lgan 70 million 506 ming so'm aliment qarzi to'liq undirib olindi. 2 nafar farzandini yolg'iz o'zi tarbiyalab kelayotgan ona bolalarining haqqi undirilganidan xursand bo'lib, mas'ullarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Men oilaviy munosabatlar chiqishmaganligi sababli turmush o'rtog'im bilan 2022-yil orani ochiq qilganmiz. Men ota uyimda yashaganman. 2 nafar qizim bor. Ularni hozir shu paytgacha o'z qaramog'imda katta qilib kelyapman. Majburiy ijro tomonidan menga chaqirtirib alimentimni undirib berishdi. 4 yillik alimentim 70 milliondan ziyod bo'lgan ekan va o'sha undirilgan pulni bolalarim kelajagi uchun sarfladim. Uy oldik, uyga to'lov qildik va nihoyat bundan xursandman. Moddiy yordamga muhtoj bolalar foydasiga aliment va unga tenglashtirilgan to'lovlar undiruvi bilan bog'liq ishlar Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan nazoratga olingan. Shu bois aliment to'lovchilardan majburiyatlarini o'z vaqtida vijdonan bajarishlari so'raladi.